Endi bo'lsa ikkinchi videom qichit quvvat haqida. Buni arpa qaynagan suvga damlasangiz, masalan, bir osh qoshiqmi 200 gram arpa qaynagan suvga damlab tur, 1 soat 2 soat turgandan keyin mana shuni iching. Masalan, kun davomida iching, bir 15 kun iching shunday qilib. Astmadan qutulasiz. Bronxit, astmadan, bronxialni astmalardan qutulasiz, allergiyadan qutulasiz, baraka topkurlar. Tushundingizmi? Yo'tal, po'tal, anemiyadan qutulasiz, terilaringiz go'zallashadi, yosharasiz. Agar buni ko'p usuli borda, hozir video yetmay qoladi. Tushundingizmi? Video yetmay qoladi, vaqt yetmay qoladi. Urug'i prostata, urug'ini yeb yuring, ezib asalga aralashtirib. Shunaqangi quturib ketasizki, ya'niki qo'chqor bo'lasiz, qo'chqor. Bronxit, bronxialni astma. Bundan oldingi videomda saraton haqida gapirgandik. Keyin железно defitsitniy anemiya, ya'niki temir moddasi kimda kam bo'lsa, tirnoqlar oqarib qoladi. Qon kamlarga voy iching. Bu yana bir to'da kasalliklarga. Videom yetmay qoladi, ming afsus. Tushundingizmi? Hozircha shuni bilib turing, ya'niki astmani davolashini, qolganini sekin-sekin aytaman. Xo'p.